Shuni chekkan yaxshimi? O'sha yetimga issiq non bergan yaxshimi? Qaysi biri yaxshi? Bir kunligi 13 ming, to'g'rimi? Bir oyligicha 400 ming. 2 kilo go'sht beradimi? 5 litrli yog' beradimi? 5 kilo guruch beradimi? 5 kilo kartoshka, 5 kilo makaron beradimi? Piyoz beradimi? Shuni bitta oilaga olib borsangiz, bir oy yeydimi? Duo qiladimi yo'qmi? Yo qarg'aydimi? O'sha 400 mingga dadangizga bitta chakmon beradimi? Onangizga bitta zo'r ko'ynay yo xotiningizga beradimi? Ikkita bolangizni kiyintirsangiz bo'ladimi? Ana bitta yetimga bitta libos olib bersa bo'ladimi? Masjidga 13 mingga nechta qish beradi? 1000 so'm nomasi 13 ta qish beradi. To'g'rimi? Qoraka qurilish qilyapsiz, mana masjidga ishlatasiz deb bersa bo'ladi. Men bittasiga kelsam, "Ya 13 ta qishni nima bet bilan olib boraman" deb. Sen qanaqa bet bilan sigaret olyapsan ekan? Qaysi bet bilan? A bir kunliging 13 ta qish bo'lsa, bir oyliging qancha qish bo'ladi? Bir yilligingchi 10 yildan beri chekyapsan. Bitta masjid qursang bo'ladi-ku.